nihoyat qachon oxirgi marta ko'rib 5 yil farqi yo'q. Yana yig'ildik va bu daryoda erkaklar aytsa albatta Gulchehra opam bilan va hozir kamerani ish qilib bizga orkestr shaharimizga keldi. Nihoyat dedim. Lords of the Sounds nomlanadi va Hans Zimmerman dirijor во главе. Он дирижер или наоборот бутон это все организовывает. Культурное просвещение bo'ladi bizda. Maza qilib будем оркестром наслаждаться rus tilida aytganda. Va har doimgidek kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifan kelib qolganlarga hammaga assalomu alaykum. Men Komila Maqsudiy va shu so'zlar bilan videomni boshidan yoki o'rtasidan boshlamasam bo'lmaydi. Bilasizlar, meni vloglarim oxirgi payt faqat aynan shu so'zlar bilan birinchi boshlanadi. Va har doimgidek sizlarni yangi vlogimdan ko'rib turganman. Juda ham xursandman va niyat qilaman vlogim har doimgidek qiziqarli va foydali bo'ladi. Va vlogni boshlaymiz va bu yerda men afsuski qo'shiqqa ovozini o'chirishga to'g'ri keldi, chunki sababi albatta YouTube bunga o'zini avtorskiy pravolarini требовать qilib olishi hech gap emas. Shuning uchun har doim shunaqa momentlarda ovozini o'chirishimga to'g'ri keladi va o'zim fonoviy oзвучкада bo'laman. Ba'zilarim bu prям rus tilida aytganda prям без слов. To'g'risi, agar bilaman ko'plar menimcha orkestr живой выступлениясida bo'lgan va o'zingizlar har biringiz tushunayotgandirsizlar, какие это эмоции rus tilida aytganda. Живая игра оркестра это всегда неописуемо rus tilida aytganda. Afsuski o'zbek tilida bularni hammasini ta'riflab bera olmayman. Lekin niyat qilamanki sizlarga ham хоть какую-то частичку вот этого энергии konsertdan sizlarga sal yetkazib berdim deb niyat qilaman. Hatto albatta orkestr o'yini без звука bu уже hech narsa emas, lekin bizani shaharimizga aynan orkestr keldi va soundtracklarni именно orkestrlik yo'nalishida o'ynadi deyman, orkestrlik yo'nalishida. Mana uchun deylar, и это было неописуемо красиво. Biz sizlar bilan albatta vlogga davom etamiz azizlarim. Biz esa biz konsertdan chiqdik. Bоже мой, ish qilib aytishadi-yu. Tepmoqchi edim, real. So'z ojizman deyshadimi? Azizlarim, men hozir tez shoshib kosmetologga ketyapman. Sababi men bu подбородкimda все-таки bir ikkita post aknela qolgan va o'zimni parvarishim bilan baribir uni yaxshi yo'qota olmadim. Oxiri o'zimni nachalnikim oldilariga borganimda bitta protsedurani taklif qildilar. Shunga kamida 2 yoki 3 marta kelish kerak edilar. Bu gal ikkinchi martasi. Niyat qilaman hammasi o'xshaydi. Yetib keldim. Ish qilib men kelsam, hali ham odamlar bor ekan. Men esa kech qoldim deb kelyotgandim. Ish qilib hozir ozgina kutib turaman. Va keyin niyat qilaman mana shu противный dog'larni, post akneni yo'qotarman deb. Xo'sh azizlarim, hammaga xayrli tong desam ham bo'ladi menimcha. Bugun bizda yakshanba. Men ozgina bo'lsa ham uxlab tomib oldim. Ketidan tez pankek tayyorlashni boshladim. Katta qizimni so'ragandilar. Keyin birga qizlar bilan ozgina vaqt o'tkazdim. Hozir bizda soat уже 11. Yakshanba kuni sal kechroq ham narsa boshlanadi. Va endi esa parvarishimni qilishni boshlayotgandim. Ayni damdagi aktualniy ertalabki parvarishimni ko'rsatmoqchi edim. Yuvinib bo'ldim va ayni damda ertalabki parvarishimda hammaga taniqli Cosrx'dan Low pH Good Morning Gel, bilmayman 5 yil oldinmi, 8 yil oldinmi chiqqan va bestseller bo'lgan mahsulotlardan biri. Yana shu mahsulotga qaytdim va umuman nimaga qaytdim? Chunki endi uni onlayn bu yerda Germaniyada zakaz qilib o'tirmaysiz. Просто oddiy statsionarniy Rossmann magazinidan xarid qilsangiz bo'ladi. И men uchun это
так удобно, чем onlayn zakaz qilib kutgandan ko'ra. Ketidan esa mana men bu boosterni surdim, ishlataman, уже tugayapti ham. Bu ham Cosrx brendidan. Cosrx yangi bir qanday lineyka chiqardim. Наверное, уже 1 yil bo'lib qoldi bu lineykasi chiqqaniga. Ayni damda ikkala mahsulot aytgandek, menga onlayn zakaz qilganim uchun kosmetika zakaz sifatida, sovg'a sifatida, rahmat sifatida mahsulotlarni yuborganida va mana ish qilib ikkalovi ham juda ham yoqdi. Aynan mana shunaqa oq, seri lineyka qanday yangi chiqargan. Mana bunaqa bankada просто сыворотkalar aktivlar. Bu yerda esa mana bu peptid asosidagi boosteri. Wow, просто juda ham yoqtirdim. Ayniqsa bu уже ko'proq baribir ham anti-age parvarish deyman, chunki уже ko'proq 30 dan keyin, hatto 30-20 deyish yomon ko'raman parvarishda, no asosan уже 30 dan keyin parvarishga kiritish mumkin bo'lgan mahsulot 20 dan keyin особо kerak emas, hatto можно, hech kim yo'q demaydi. Yaxshi namlantiradi и вообще boosterlar yuvinganingizdan keyin darrov booster surishingiz kerak, chunki booster keyingi pog'onadagi mahsulot surgan mahsulotlaringizni yanada kuchaytiradi ishini. Shunaqa bir qilig'i bor buning. Shuning uchun booster surdim, keyin уже buni ham surdim. O'zimga просто esimga tushib qoldi, hozir bitta aktualniy syomka qilib olay deb. Haligacha sevimli Abibdan tonerim, bu oddiy mana shu Hautunia asosidagi taniqli bu ham toneri. Shunaqa ham zo'r, juda ham yengil, singib ketadi, yaxshi namlanish beradi. Ayniqsa kombinirованный ter bo'lsa yoki yog'liq bo'lsa, prям самый раз deyman. Hatto quruq terlarga ham juda ham zo'r keladi. Endi esa ketidan Silimaxdagi brendidan vitamin C, niacinamid, trinoxamoviy kislota asosidagi dog'larga qarshi ishlaydigan sivorotka. Albatta, buni faqat ertalablar ishlataman, kechki parvarishda boshqa mahsulot menda. Xo'sh. Buni surgandan keyin tez singib ketadi. Bu ham unaqa og'ir qilib qo'ymaydi parvarishingizni va hali butunlay singimagunicha nima qilaman? Mana bu Vitic Cosmetics taniqli spikulalar chiqargan brend. Ularni tkaniy maskalarni bir oy naверное bo'ldi ishlatayotganimga. Retinol va Centella asosidagi tkaniy maskasini xarid qilib ko'rgandim. Umuman bunaqa formatdagi maskalar menimcha juda ham praktichniy. И у меня он уже to'g'risini aytsam tugayapti. Уже oxirgisi yangisini zakaz qilish kerak. Yomon emas, hatto sal anaqasi yoqmadi menga. Likalasi. Tabriklayman. Yana bittasi bor deb o'yladim. Qarayli bo'sh ekan xayolimda yana bitta bor bugunga deb o'ylayotgandim. Tugabdi. Ha, mayli. Unaqa boshqa narsa qilamiz. Bekitib qo'ygan. Na всякий пожарный maskalarim bor. Bu esa Mugihara brendidan juda ham zo'r brend ekan. Bularning o'zi essensiyasi bor. Qizil babi asosida adashmasam, esimda yo'q. No, он тоже классный deyshadi. Peptidlar asosida qizil babi va peptidlar, aniq peptidlar borda ish qilib осветляющий maskasi. Bularniki lekin ham sivorotkasi ko'p, oqib ketyapti. И teringizga shunaqa zo'r yotadiki, bularning maskasi. O'shanga bu просто ketidan men Vitic Cosmetics zakaz qilganimga uni ishlatishni boshlagandim va bu qolib ketdi. Vdруг zakaz qilishga ulgurmasam, как на всякий пожарный deb qoldirdim va to'g'ri qilmasalarim nafas qolmaganida endi buni ishlataman. No bunda sivorotkasi juda ham ko'p. Hamma mahsulotlari yaxshiroq singib ketish uchun reklama ishlataman. Hozir ovoz o'zgaradi. Shuning uchun уже дальше просто ovoz videoda o'chirib o'tirganingizda maska уже qurib ham bo'ldi, поэтому umuman 10 daqiqa yetadi. Umuman guasha bilan qilsa yaxshiroq.
krem ekanki, ko'z atrofi uchun oddiy Medihilmidi? Nima edi bu? Da, Medipil. Medihil emas, Medipil. Aynan peptidlar asosidagi unaqa qalin emas surganingizda. Вроде как tez singib ketadi, но при этом shunaqa yaxshi увлажнение beradiki va hattoki makiyaj qilsangiz, konsiler surganingizda konsiler chiroyli yotadi, chunki достаточно увлажнение bor. Chunki bir xil kremlar zo'r увлажнение qiladi, но как-то shaxsan mani terimni sal qandir yog'lantirib qo'yish mumkin. Hattoki shu yerda ko'zim atrofida ham qandir yog'lantirib qo'yish mumkin yoki singishi uzoq. Bunda esa все на своем месте deyishadi, hamma narsasi yetarli. No, shu peptidi umuman zo'r mahsulot, modda, ya'ni mahsulot emas, modda. Shuning uchun va prosta maqtayman. Menimcha gapirdim bu haqida. Gapirmagan bo'lsam, yana bir marta gapiraman, gapirgan bo'lsam ham yana bir marta gapiraman. Yog'i teri yog'li kombinirованный insonlarga это просто nahodka, shunaqa zo'r, ayniqsa yozda ishlatsanglar aniq maza qilasizlar. Men hattoki uni ko'p surmayman. Bu qizil piyoz asosidagi krem Isntridan. Bu butun lineykasi bor o'zida. Tonerini ishlatgandim, как-то wow deb bir unaqa maqtamayman. Nechего, normalniy, yaxshi toner, lekin men kutganimdek emas. No kremi mana lol qoldirdi. Shuning uchun o'ylab turibman, balkim yozga yana buni sig'irtkasini olish kerakmikin. Chunki butun mash lineykasi, qizil piyoz asosidagi lineykasi kombinirованный va yog'li terilar uchun ishlab chiqargan shu brend. Va bilmayman, chunki kremi haqiqatdan yoqdi, toneri tak себе, sig'irtkasi qanaqa bo'larkan bilmadim, lekin вообще шикарный krem. Shunaqa sevdimki, shuning uchun ahamiyat bering. Xo'sh, shu bilan meni ertalabki parvarishim tugadi. Men qizlar bilan aylanib kelmoqchiman. Uyda zirkib o'tirmaslik uchun va albatta nima edi, SPF krem so'raman, ko'rib turganingizdek, havo bizda zo'r, obto charaqlab yotibdi. Shuning uchun albatta hozir chiqishdan oldin где-то albatta har namgidek 20 daqiqa oldin, balkim yarim soat stikli ko'rsatganman. Stikli anaqam солнцезащитный kremim shunaqa qulay va surganingizda aynan bu yog'li terilarga juda yaxshi to'g'ri keladi. Birinchi surganingizdacha sal qandir plyonka bo'lib qoladi, lekin ozgina kutib tursangiz, vaqt bersangiz, o'zi sekin chiroyli teringizga yotib oladi. Shaxsan men juda ham yoqtirdim. Bir xil menga yozdiki, siz tavsiya qildingiz, men oldim, menga yoqmadi deb. Chunki sababi bu bilan ishlashni bilish kerak. Surganingizdan keyin albatta kuting. Kamida 10-15 daqiqa unga vaqt kerak, aynan bu sunstikka. Mana bunisiga esa umuman, boshqalardan olaman. Qani. Mana bunisiga umuman vaqt kerak emas. Buni sursangiz, bu haqiqatdan sizni teringizni chiroyli увлажнять qilib qo'yadi va sal tezroq singib ketadi. Bunga esa sal vaqt kerak, но men как-то ko'proq bunga o'rganib qoldim. Hatto bu ham zo'r. Ikkalovi ham o'zgacha yarasha yaxshi, просто bunga sal vaqt kerak. Shuning uchun anaqa qiling. Agar survardingizmi, baribir singib ketmayapti, просто massajными liniyami sekin mundoq massajировать qilsangiz ham tez singib ketadi va keyin bilasizmi, nimasi katta plus bunda? Bu teringizni kun bo'yi matировать qilib turadi, ya'ni yog'lantirmaydi. Bu увлажнять qilganga yarasha sal kun bo'yi 1 soatlardan keyin замечаю, что men betlarim уже yog'landi. Bunda esa полностью teri qandir matoviy bo'lib turadi. Shuning uchun men ko'proq buni yaxshi ko'rib ishlatyapman va super ekonomichniy mahsulot. Azizlarimiz esa yig'ilib oldik tez va endi bizda havo juda ham chiroyli, issiq. Lekin qizimlar qalin kiyib olganlar. Va ko'p yurishga, velosipedda uchishga, qizlar velosipedda, men esa ayniqsa yuraman va ularning ketidan yugurib yuraman, chunki tez yurish это полезно. Солнцезащитный krem, kepka albatta boshimizga защищаться будем. Bular yoqtirmaydi, shuning uchun hech narsa kiyg'izolmaymiz. Kepka degan narsada, Stitch, da, va mana bu Nike'dan 1 yil bo'ldi menimcha olganimga. Shunaqa ham удобный Fauturan deb nomlanadi. Katta qizimni xudoga shukr kepkalarni yaxshi ko'radilar, это не проблема. Qizim, bu yakini kiyasizmi bolajon? Chunki bu слишком вам jonim. Hamma tillarni almashtirib, aralashtirib gapirishga to'g'ri keladi. Da qizim,
Kiyasizmi? Okey, давай тогда Pinka yaqin yechin jonim. Ish qilib yaxshi ham Shakira har xil kepka-mepkalarni yaxshi ko'radilar. Menga o'xshab oftodan saqlanishga. Mana bu qiz esa faqat qishda shapka kiyadi. Shunga ham shukr. Qolgan narsaga endi mayli deymiz, ha. Ozgina yurib, havo olib kelamiz. Voy, ko'cha qaynab yotibdi. Mana men bu oldimdagi agarodimni gapirmasa ham bo'ladi. Yomg'ir yoqqanda bizda o'sib ketdi. Toshni ustidan o'sib chiqdi ya, o'smasin deb. Endi o'ylayapmiz yerim bilan. Men qo'shnimizga o'xshab prosta gazon solib qo'yganmiz, yaxshiroqmi deb. Lekin buni hammasini tozalash kerak, juda ham xunuk desa ham bo'ladi. Ладно, pусть она бежит. Samokatda uchib yurganimizda mahalla orasida o'yingohimiz bor. Shu yerda ozgina to'xtadik, pauza qildik. Hatto men dal shu yurmoqchi edim. Lekin qizlar ozgina o'chiyli o'ynayli deganiga o'tib syomka qilmayman, yana bitta bola yuribdi, kadrga tushmaslik uchun ish qilib. Hozir bu yerda ozgina pauza qilamiz desa ham bo'ladi. Shaxsan men pauza qilib o'tiribman, bular esa maza qilib urishyapti. Va bilasizlarmi, hozir shu ularga qarab bolalarimga bitta narsani tushundim va shu fikr bilan bo'lishmoqchiman. Shakira shu kichkinaliklarda, shu yoshda bo'lganlarda, ili undan-da kichkinaroq bo'lganlarda kamerani tushiraman boshqa bolalar kadrga tushmaslik uchun. Tezroq shu Shakira katta bo'lsalar, tezroq gapirishni o'rgansalar, tezroq bog'chaga borsalar deb anaqa qilardim, shoshardim, bilmayman nimaga. Shiringa kelganda esa naoborot, vaqtni sekinlashtirsam u tez katta bo'lib ketmasalar, shu qizim. Chunki Shakira уже 10 yoshlar va tushunmaymanki уже полноценная личность bor bu insonda. Уже 10 yoshda boshqa dunyoqarash, tushuncha va ona bu yerda уже sal boshqacha rol o'ynaydi ularning hayotlarida. Va bu menimcha oddiy holat. Hamma bolalarda shunaqa bo'ladi. Hali 13-14 yoshda ham yana o'zgaradilar, 15 da o'zgaradilar, 18 da, 20 da, 30 da. Shaxsan o'zimni личный tajribamdan ham kelib chiqaman. To, что уже 30 dan keyin oshgandan keyin men to'g'risi ko'proq onamni, otamni, yaqinlarimni undan-da ko'proq sog'inadigan bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam. Mana ustiga uzoqni ishi qiyin deyshadi, uzoqdamiz. Nima bo'lmaganda ham hamma sog' bo'lsin. Shuning uchun prosta aytmoqchimanki, hozir faqat Shirin kichkina paytlari va shu ayni damda shu moment bilan shunaqa to'yib olgim kelyaptiki, chunki vaqt tez o'tib ketar ekan. Agar 3-farzandimiz bo'lganda umuman, naverna, vaqtni to'xtatib qo'ygim kelardi, naverna. No, albatta boriga shukr, lekin bolalar juda ham tez o'sar ekan. Shuning uchun agar meni videomni ko'rayotgan bo'lsangiz va yosh ona bo'lsangiz, farzandingiz 1 yoshdir, 6 oydir, bilmayman, 2 yoshdir, shoshmang. Shu maksimalni to'yib oling farzandingizga, chunki tez katta bo'lishar ekan. Va o'zimni katta qizimdan kelib chiqqanda aytaman, уже umuman boshqa inson va ona hozir ularda hali aytgan gapimdek, уже ularni hayotlarida birinchi pog'onada emas, ikkinchi pog'onada emas, bilmadim, 10-chi pog'onada tursam kerak ularning dunyoqarashlarida. Shuning uchun bor vaqt bilan насладиться надо deganda rus tilida aytganda, поэтому Shiringa kelganda hozir я наслаждаюсь. Albatta hali ham kichkinalar va yig'lab qolishlari mumkin, xafa bo'lishlari mumkin, nimadir o'zlari qila olmasliklari mumkin, chunki Shakira уже полностью самостоятельный ребенок. Lekin oldin Shakirada jahlim chiqardi. Katta qizsiz deb urishardim ularni. No, Shiringa kelganda уже bilmayman, ili prosta 2-3 farzand odam boshqacha qaraydimi, bilmadim nima sabab. Lekin bittasini men o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Shakirada prям bilasizmi, farzandni mana kitob bo'yicha katta qilish kerak deb har xil kitoblarni o'qib, vaspitaniya haqida o'qib, shu kitoblar bo'yicha katta qilgan ekanman va o'ylaymanki, ikkinchi farzandimda esa aytamanki, уже не то что kitoblar, а просто mana душевная bir материнская любовь bilan qanday tarbiya beryapman desam ham kerak va aytamanki, albatta материнская душевная любовь tarbiyasi sal yumshoqroq menimcha. Va shuning uchun Shakira bilan ayni damda, no не то что ayni damda-da, shu narsaga yetib kelganimga, naverna to'g'risini aytaman, 1-2 yil bo'lgandir. Undan oldin emas. Va shuning uchun maksimalni Shakira bilan yumshoq bo'lishga harakat qilaman, chunki ular Shirin paytida bo'lganlarida juda shaxsan men o'ylaymanki, juda ham strogiy mama bo'lganman deb o'ylayman.
Shuning uchun hozir endi shuni как-то восполнить qilish uchun помягче стараюсь быть. Farzand katta qilish o'zi emas, o'zi boshidan aytardim. Umuman farzandli bo'lish bu katta javobgarlik, ya'ni o'zbek tilida javobgarlik emas, bilmayman, ответственность nima deydi, mas'uliyat katta. Shaxsan men uchun har doim bu shunaqa bo'lgan. Haligacha shunaqa deyman, bu katta mas'uliyat. Umuman ona bo'lish, farzandingiz bo'lsa, hayotdagi eng bir katta mas'uliyatlardan biri shudir, ona bo'lish. Да, но поэтому men просто bilasizlarmi, oxirida shu gapni nima demoqchiman, shuncha gapirdim. Aytmoqchimanki, то, что men xursandman, то, что menga shu осознание keldi. Vaqtni shoshirmaslik, farzandlarim katta bo'lsin, maktabga borsin, o'qisin, degan mana shu shoshish qilig'im katta farzandimda shu yo'qoldi va umuman shu hozir mana shunaqa momentmi, demak shunaqa deb shu bilan просто to'yib olishga harakat qilaman. Hatto Shirin baqirib yig'layotganlarda bir xillarda kapriznilar shunaqa bo'ladi. Adamiz haligacha bir xillarda ko'tara olmasliklari mumkin, lekin shu momentga ham to'yib olay deyman. Va aytganimdek niyat qilaman, agar siz ham yosh ona bo'lsangiz, vaqtiga farzandingiz bilan to'yib oling. Men emas birinchi aytayotgan shu gapni va mendan keyin ham bo'ladi insonlar, mendan oldin ham odamlar aytgan, vaqt tez o'tar ekan, ayniqsa farzandlar bilan. Xo'sh, azizlarim, освещение yaxshiroq joy toping deb podokонникda faqat topdim va sizlarga hozir ikkita xarid qilgan narsamni ko'rsatmoqchiman. Birinchisi bu jaket va jaket takoy bahorgi, yozgi. Lekin men uchun juda ham chiroyli. Shaxsan men faqat shu rangiga juda ham qiziqdim. Oversize jaket. Ko'rinishi mana oddiy bunaqa, как бы jaket. Orqasida на завязке, ya'ni bu faqat yozda va такой теплый веснада kiyish mumkin, понятно, да? Но rangi bilmayman, kamera ko'rsatyaptimi yoki yo'qmi. Oversize'ning rangi kamera ko'rsatmayapti. Rangi chiroyli, молочно, сливочно, желтый nima edi, sariq rangda. Shunaqa ham chiroyli rangki, yo'q, kamera umuman передавать qilmayapti, ko'rsatmayapti, но просто шикарный. Faqat shu rangiga to'g'risini qiziqdim. Albatta hozir bunaqa ko'rinishda tushunmasanglar kerak. Oversize albatta. Orqasi na завязке. Lekin yozda bu yerda yoz shunaqa sovuqroq o'tadi. 2 hafta balkim qaynoq bo'lishi mumkin, keyin esa уже bemalol jaketda yursangiz bo'ladi. Menga to'g'risini aytsam, hamma narsasi yoqadi. То, что он вот такой прям oversize, o'zidan katta. И yozda, мне кажется, zo'r ko'rinadi. Keyin yana bitta topgan mahsulotim deyman, ishqilib oyoq kiyim va bu taniqli birinchi Nike Cortez degan model chiqdi, keyin esa Adidas bunaqa Adidas SL72, shaxsan menda RS modeli, ko'rinishi bunaqa. Buni ham agar rangini ko'rayotgan bo'lsanglar, он такой желтоватыйroq, aynan shu rangini qidirdim va umuman Adidas SL72 u G'si bor ekan va просто 72si bor ekan. Va farqi o'tda tushunishim bo'yicha podoshvada. U G'da podoshvasi juda ham ploskiy, bu yerda esa sal podiyom bor. Platformasi bor va menga aynan shu platformaligi yoqdi. Umuman RS lineykasida aynan mana shunaqa rangi bor ekan, он просто, по-моему, шикарный. To'g'risini aytsam, men hattoki buni kiyib ko'rmadim, просто zakaz qildim va sizlarga ko'rsatyapman. No, rangi просто шикарный. Ikkinchi parasi, on прям anu jaket bilan kiysam, anu jaket bilan deyman, men bu saruro jaketim bilan, sariq jaketim bilan, saruro emas, kiysam menimcha будет шикарно. Balkim agar orasida o'xshasa, может быть, outfitlarimni ham ko'rstarman aynan bu obraz bilan. Mana shu oxirgi paytda zakaz qilgan narsalarim orasida tasavvur qilasizlarmi, faqat shu ikkita narsa menga juda ham yoqdi. Hamma narsani qaytarib yuborganman, chunki yoqmagan. Bularni esa aniq menga yoqyapti va ularni qoldiraman. Bittasi niyat qilaman
to'g'ri keladi razmeri. Agar to'g'ri kelmasa, almashtirishimga to'g'ri keladi. No a tak gapiram. Xursandman. Yakshanba kuni uydamiz. Hech qayerga chiqishga plan yo'q, chunki adamiz bugun ishga ketadilar. Kechada ham ishda edilar ish qilib. Shuning uchun uyda bo'lgan paytim yakshanba asosan nimadir pishiraman va bugun hech eslolmayapman. Linzen zuppa yoki rus tilida eslolmayapman nima deyiladi, lekin merchimek chorbasi, наверное, все знают. Hamma bilsa kerak. Chichivitsa esimga tushdi. Ish qilib chichivichni sup tayyorlab ko'ray dedim. Men bu apparatimda retsepti bor ekan va naq turkish ad deb qo'yibdi. Ya'ni g'irt turklar tayyorlaydigan, prямо настоящий турецкий retsept bo'yicha ekan. Ish qilib shuning uchun ozgina qilaman. Asosan men bilan qizlar yeyishadi. Adamiz unaqa yoqtirmaydi bu sho'rvani, shuning uchun niyat qilaman, mazali bo'ladi. Maydalab berdi, endi esa linzen sogin deyapti. Mana shu chichivitsani sogin deyapti. Faqat shunchaki, bilasizlarmi nima deyman? Menimcha 250 gram manda chiqmaydi-yu bu yerda. Bundoq qaraganimda nima deb o'ylayapmanki, bu yerda 250 gramdan kamroq. Mayli, ish qilib niyat qilaman, o'xshaydi. Hammasi bilmadim ish qilib. Yo'q bo'lsa endi nima qilaman? Magazinda ishlamasa borib olib kelishim uchun 1 litr suv solishim kerak ekan. Xo'sh, 1 litr suv solamiz. O'zi avtomatik o'lchab beradi. Lekin men 1 litr emas, endi anaqam kamroq bo'lganiga 800 litr qilaman. Даже sal ko'payib ketdi, chunki anaqam kam edi. Chichivitsam. Keyin nima qilishimiz kerak? Menimcha bo'ldi endi o'zi. Kumuzi burayib bergin deyapti. Ya'ni sho'rvaga maza beradigan, xuddi maggiga o'xshagan narsalar bor va o'shandan 3 choy qoshiq bergin, sogin deyapti. Va bu yerda kumuzi burayib turibdi, ya'ni овощнойni sogin deyapti, lekin menda овощнойim yo'q, menda просто kurinisi bor, shuning uchun biz kurinini so'raveramiz. Xo'sh, soldik. Xo'sh, keyin esa ein Esslöffel Tomatenmark. Tomat sogin deyapti. Menda imенно tomatenmark yo'q, buni pastaga o'xshab chiqaradigani bor. Aynan shu menda oddiy tomat bor o'zida, o'shani sug'oraveraman. Men bu tomatenmark deganim mana bunaqa idishda bo'ladi. Bu yerda menda gorchitsa, lekin mana shunaqa xuddi idishda yana tomat sotiladi. Germaniya bo'ylab aynan shunaqasini sogin deyapti, lekin men aytganimdek menda bunaqasi bor. Geshalt, ya'ni o'tda tomat просто anaqasidan olingan, kojurasidan va ish qilib so'vardim. Bu uradi hech narsa qilmaydi. Tak, keyin endi margarin solishim kerak ekan. Shu qilib margarin solamiz. Soldim. Margarin ham soldim. Xo'sh. Ketidan bo'ldi. Endi esa qopqog'ini yopishim kerak. Qopqog'ini yopgandan keyin endi o'zi qaynatib, o'sha 130 gradusda qaynatib, sho'rvani toza tayyorlab beradi. Sho'rvam tayyor bo'ldi va aytayotdiki, ochib tekshir, pomidor demoqchi bo'lman. Sabzi bilan kartoshka tayyor bo'lganmi deb. Asosan bu такой pюре. Qaynoq. O'ta hammasini уже maydalab o'rgan, nimasini tekshiraman bilmadim-u. Tak, cho'mich oldim va hammasi уже maydalanib ketgan. O'ta tekshirib ham o'tirish kerak emas. Ish qilib, menimcha endi sho'rvam tayyor bo'ldi, adashmasam. Tur. O'toqa. Bu kerak emas, menimcha agar tayyor bo'lmasa, maydalash uchun bu Achtung Heißdampf. Tuz va murch sogin deyapti. Mazaga shu bilan bo'ldi. Ish qilib sho'rvam tayyor. Hozir men buni boshqa kastrulga перелить qilaman va keyin esa bu yerda yana дрожжевое testo qilaman. Qizimlar Shakiraxon pirojki ko'pdan beri qilmading. Qila olasanmi deganga hozir endi
pirojki tayyorlashni boshlaymiz. Дрожжевой xamirimni ham tayyorlab berdi. Maxsus дрожжевой xamir retseptini tanladim va o'zi mana tayyorlab berdi va endi men nima qilishim kerak, nimasini juda ham qulay deb topaman. Bu apparatda siz hamma aytgan narsasini просто solib bersangiz, dальше уже o'zi xamiri ham qorib beradi. Это juda ham qulay. Hozir oxirgi momentda men shunchaki o'zim bu xamirni boshqa idishga solib, tindirib qo'yishim kerak, chunki u ko'tarilishi kerak. Ko'tarilgandan keyin bir marta qo'lim bilan bosib, yana ozgina tindirib, keyin уже xamiring bilan nima qilsang qilasan dedi. Apparatim shuning uchun hozir buni tez boshqa idishga solgunimcha hozir bitta syomka qilib olay deyotgandim. Va bu yerda esa aytganimdek, ular Shakiraxon kartoffelni pyureli pirojkini yaxshi ko'radilar. Orasida tayyorlab bo'lgan, pishirib bo'lgan pirojkilarni ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinadi. Ikkitasi bu yerda qovurilyapti va yana 6 ta dona qoldi. Ularni qovurib olishim kerak bo'ladi. Orasida qizlar albatta yugurib kelib bitta yeyishdi. Osh bo'lsin. Asosiysi Shakiraxon, как всегда, mama вкусно dedilar. Shunaqa deganlardan keyin albatta inson xursand bo'lib ketadi. Ha, shu bilan bugungi kunga oshxonada ishim tugaydi.